Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridagi Chilonzor Medcenter Shahrisabz filialidamiz. Bemorimiz 17 yosh, bundan 6 oy oldin burundan qiynab nafas olishiga, ya'ni burun bitishiga va ikkala quloq eshik pasayishi shikoyat keluvdilar. Tekshirib ko'rganda ikkala quloq pardasi eshikligi va burun to'si keskin to'shagani aniqlangan. Biz bitta etapda burun to'sini to'g'irlash va chap tomonlama endoskopik timpanoplastika, ya'ni parda butun tiklash operatsiyasini bajarganmiz. Hozir qayta ko'rikka keldilar. Bitta ko'ramiz. Burundan boshlaymiz. Burun to'sini ko'rishlar mumkin. Mana burun to'si idealniy ko'rishlar mumkin. Men tomog'igacha checha temasdan kamerani kirib boryapman. Juda ham zo'r. Bilishni. Va ikkinchi tarafini mana bu yog'i ham idealni turibdi. Quloq operatsiya bo'lgan tarafini bitta ko'ramiz. Operatsiya quloq ichidan, orqadan kesmasdan quloq ichidan qilingan bajarilgan va mana pardani holati ko'rishlar mumkin. Mana katta parda, o'rtasida katta defekti bor edi. Parda butun tiklangan, qon tomiri o'sgan, ideal holatda turibdi. O'zlari ham juda ham yaxshiman, zo'r eshitaman deyaptilar. Endi gapirmayman dedilar, o'shani gapirtirmaymiz o'zlarini, faqat o'zimizdan aytib qo'yamiz. Eshish yaxshimi? Oldinga qaragan o'zgarish bo'ldimi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Inshaalloh chap o'ng quloqni operatsiya qilib, pardani tiklab beramiz. Kuningiz xayrli bo'lsin, salomat bo'ling.